Poytaxtimizda jamoat transporti harakatini samarali tashkil etish, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Botir Zokirov ko'chasida joylashgan avtoshoh bekatga kirish va chiqish yo'llari rekonstruksiya qilinmoqda. Yangilangan tartibga ko'ra, avtoshoh bekatga kirish va chiqish yo'llariga svetoforlar o'rnatilmoqda. Shu bilan birgalikda Botir Zokirov ko'chasida yo'llarni ajrattiruvchi bordyur to'siqlar olib tashlandi. Bungacha jamoat transporti haydovchilari ushbu shoh bekatga kirish uchun Botir Zokirov va Islom Karimov ko'chalari tutashgan chorrahadan qayrilib kelishga majbur edi. Bu esa ortiqcha vaqt sarfi, tirbandliklar va noqulayliklar keltirib chiqarayotgan edi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida avtobuslar harakati yanada qulaylashadi. Tirbandliklar tartibga solinadi. Shu bilan birgalikda yo'lovchilar uchun xavfsiz harakat tashkil etiladi. Poytaxtimiz yo'llarida amalga oshirilayotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, albatta bizni kuzatib boring. Rasmiy ma'lumotlar shu yerda.